internetda ko'rganim ham o'ylashimcha shunaqa edi. Xo'p, demak biz ushbu nima deydi, kvadratni narda toshini orqasidagi raqamni topishimiz kerak. Xo'p, 3 bilan qarama-qarshi tomonda qaysi raqam bo'lar edi? 6 bo'larmidi yoki 5 bo'larmidi? 5 bilan xo'p, 1, 2, 3 yonma-yon burchakda bo'lsa, birda qarama-qarshida 5 raqami, 3 ni qarama-qarshi tomonida nechi bo'lar edi? 1, 2, 3 6 bo'larmikan? 6 ni belgilab ko'ramiz. Yo'q, xato chiqdi. Xo'p, 5 chiqdi. 5 ta qarama-qarshi tomonida 1 bo'ladi. Buni bilar edim. Demak, 1 raqamini bosamiz. Topdik. Xo'p, next tugmasi. Qaysi birida suv kamroq deb yozmoqda? Xo'p, hozirgi holatda hammasida suv teng turibdi. Shunday ekan, mana bu narsalarni olib tashlaymiz. Shunda suvning miqdori bilinadi. Va eng kami mana bu o'rtadagi ekan. Xo'p, ushbu joydan biz pandani topishimiz kerak ekan. Endi pandani izlashimiz kerak. Mana buni qo'limiz bilan kichraytiradigan bo'lsak, kichrayib bizga to'liq ko'rinar ekan. Va mana chekada panda turibdi. Xo'p, toshbaqaga yordam berish, toshbaqani o'girishimiz kerak yoki telefonda o'zini o'girsak ham bo'ladi. Xo'p, telefonda o'girib ko'ramiz. Haqiqatan telefonda o'girganimizni bu dastur bilar ekan va to'g'ri javob topgan ekanmiz. Va qaysi shakl eng qora deb yozmoqda? Eng qorasi menimcha mana bu bo'lsa kerak. Xo'p, xato chiqdi. Va bu yerda bizda mana bu yozuvni o'zi ham bo'lishi mumkin. Demak, yozuvni tanlab ko'ramiz va haqiqatan ham yozuvni o'zi ekan. Keyingi levelga o'tamiz. Bu joydan mushukni topishimiz kerak ekan. Harakat qilib ko'ring, mushukni qancha vaqtda topishingiz mumkin. Videoni to'xtatib qo'yib, sinab ko'ring, qancha vaqtda mushukni topib olishingiz mumkinligini. Hozir izlab ko'ramiz. Xo'p, buni adashmasam, buni ham internetda ko'rgan deyman. Adashmasam, mana bu joyda mushukni topdim. Mana bu mushuk xuddi o'zi. 24-levelni ham o'tib bo'ldik va qancha farq bor ushbu rasmda deb yozmoqda. Nechta farq borligini topishimiz kerak. Xo'p. Topamiz. Demak, mana bu joyda bitta farq bor ekan. Qush ikkinchi farq. Mana bu yerda nima deydi? Bezakda farqi bor. Mana bu trubochkada ham pastdagi soyabon bilan gulcha hamda mana bu belgi va mana bu joyda yulduzcha bor ekan. Demak, jami nechta bo'ldi? Boshqa qolmadi o'ylashimcha. Xo'p, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta farq bor ekan. Xo'p, to'g'ri topibmiz. Va biz student degan 3-bosqichga ko'tarilibmiz. Take tugmasi hamda next tugmasi. Xo'p, biz bombani zararsizlantirishimiz kerak ekan. Xo'p, yashil rangda raqam yurmoqda, shuning uchun yashilni bosamiz. Ana endi ko'kka o'tdi. Demak, ko'kni tanlab ko'ramiz. Yana ko'kni bosamiz. Endi qizilga o'tdi. Qizilni tanlaymiz. Portlab ketdi. Xo'p, yashilni bosamiz. Yana bitta yashilni bosamiz. 2 marta ko'k hamda qizil. Baribir ulgurmadi. Xo'p, yashil, ko'k, qizil, qizil. Demak, bu tangalarni biz chamadonga solishimiz kerak ekan. Xo'p, bu joyda biz ketma-ketlikni topishimiz kerak ekan. Demak, bu joyda qanaqa ketma-ketlik bor? Naskining ustiga bosamiz. Termometr, bolg'a. Xo'p, demak, bolg'adan boshlanmoqda. Bolg'a bilan nima bir-biriga mos keladi? Bolg'a bilan mana bu kulayotganmikan? Yo'q. Termometr yo'q. Naski.
Xo'p, bolg'a bilan noskini nima o'xshashligi bor? Xo'p, bolg'a bilan noskida qanday o'xshashlik bor? Xo'p, noskidan keyin termometrni tanlaymiz. Ya'niki noskini kiysa issiqqina bo'lasiz degan ma'noda. Termometr isitma ko'tarilsa terlaysiz degan ma'noda. Menimcha mana bu emoji bo'lsa kerak. Topolmabmiz. Demak, bolg'a, noski bu telefon hamda emoji. Xullas, nima bir-biriga o'xshashligini topolmadim. Ya'niki nima uchunligini bilmadim, sababini. Agar siz bilsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Shu bilan keyingi bosqichga o'tamiz. Xo'p, press the red and blue button on times. Xo'p, demak 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4. Navbat bilan bosish kerak ekan, xolos. Xo'p, 30-levelga yetib kelibmiz. Demak, connect match itsam, demak, sichqon bilan pishloq. Xo'p, eshik bilan kalit, suv hamda bu. Judayam oddiy. Tap on the button that say ming. Demak, 1000 marta bosish kerakmi buni? Bosib tursak o'zi pastida 1000 raqamli knopkani o'zi bor ekan. Agar sal qolganda shuncha vaqtimizni yo'qotgan bo'lar edik. Ajoyib, birozgina qiziqarli tus olmoqda o'yinimiz. Demak, make the flower happy. Demak, bu gulimizni xursand qilishimiz kerak. Bu kungaboqar, ya'niki quyoshni yaxshi ko'radi degan o'simlik. Quyosh chiqarishimiz kerak, shuning uchun bulutlarni olib tashlaymiz. Ana, to'g'ri topibmiz. Yana bir-biriga connect qilishimiz kerak, ya'niki mosini tanlashimiz. Demak, uyqu, yotoq. Xo'p, shamollashga dori. Masxaraboz mana bu joyda bo'ladi. Mana bu sovqotish. Yo, sovqotishmasmi, bilmadim. Next tugmasi. Pair the sock. Pair nima degani edi? Juftini toping demoqchiman. Demak, bu bilan bu juft. Nima bor ekan? Demak, qizil mana bu paypoq bilan bu juft, bu ko'k bilan bunisi juft, bu hamda bu. Next tugmasini bosamiz. Demak, complete the level. Xo'p, time to completion. Nima qilish kerak ekan buni? Xo'p, mana shu joyini biroz tushunmadim. Biz vaqtni tugatishimiz kerak. Bu vaqt 1 soat bo'lmoqda. Bosadigan bo'lsak ko'payib ketmoqda. Endi 1 soat qanday qilib tugatishimiz mumkin? Xo'p, bu joyni demak to'xtatamiz. Sizlar agar javobini biladigan bo'lsangiz, yordamlashib kommentariyada javobini yozib qoldirsangiz, keyingi levelga o'tib ko'ramiz. Shu bilan videoni yakunlaymiz.